aytsin yurakdan, yonib guvohlar, nurga to'lsin shu onda neri bu dargohlar. Har xonadon eshigi ochiq bo'lsin do'styorga, yetkazdirsin Xudoyim har kimni ham yor-yorga deymiz. Ilohim barchani Xudo yor-yorga yetkazsin. Aynan bugungi chiroyli kechani tilaklarini boshlab beruvchilar birin-ketin davramiz badiiy maydonida paydo bo'lmoqda. Kuyovimizni do'stini kutib oldik, kelinimizni dugonasini ham chaqqonroq harakat qilishlarini so'rab qolamiz. Biz baralla izhor etadilar va bularning tilaklari o'ylaymizki barchaga manzur bo'ladi. Kelinimizni dugonamiz go'zal tilaklarni bugun yaqinlar aynan izhor etishga chog'lanishgan ekan. Kutib olamiz singlimizni ham. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Avvalo bugungi go'zal kechada diydorlashayotganimizdan, sizlar bilan yelkadosh turganimizdan mamnunmiz. Endi tilaklarga keladigan bo'lsak, kelinimizning dugonasi bugun to'yxonamizda mehmon sifatida qatnashadi. Biz esa mezbon sifatida hurmat qilib, singlimizdan birinchilardan bo'lib tilaklarga chorlasak. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga, aziz mehmonlar va mezbonlar. Bugungi oqshomimizning asosiy qahramonlari kelin va kuyovimizga kattadan katta baxt tilaymiz. Ilohim umr baxtlichasi o'tar ekanmiz. Shu fursatdan mana bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida har doim rivoj tilayman. Do'stim, joning omon bo'lsin, sog'lik, salomatlik tilayman. Sog'lik bo'lsa hamma narsa topiladi. Doimo sog' bo'l, baxtli bo'l o'rtoq. Rahmat deymiz azizlar, mana shunday chiroyli tilaklar uchun tashakkur bildiramiz va tilak bildirgan yoshlarimizni esa an'anaga muvofiq davramizda raqs maydoniga kuzatsak-da, navbatni sho'x qo'shiqqa berib, bularning raqslardan birgalikda bahramand bo'lsak. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun.